Bir janozaga bordim azizlar. Janozaga borsam, bir qariya bo'lgan bir onaxonda janozasi ekan. Janozasini o'qiyapman. O'sha jufti halollari otaxon qari chollarda olib kelib o'tkazib qo'ygan bir kursiga oppoq soqollari shu ko'kraklariga tushib turibdi-yu. Men janozada endi bir oz ma'uza qilib o'qigunimizcha haligi odamni ko'zidan oqqan yosh soqollarini uyutib yubordi. Endi kampiridan ayrildi-da, yig'layaptilar. 50 yilmi 60 yil yashagan. Men yoshman. Janozani o'qib bo'lgandan keyin kelib otaxonni qo'lini ushlab, "Hoji dada, Alloh sizga sabr bersin. Men tushunaman, endi 50 yil, 60 yil bir kampir bilan yashab, yostiqdosh, umr yo'ldosh, ajrash oson narsa emas" desam, qo'limni ushlab qattiq qisdilarda bundoq qildilar. "Turib tur, senga gapim bor" deb ishora qildilar. Hamma chiqib ketdi, men qoldim. Chaqirib aytdiki, "Bolam" dedi, "bir topshiriq bor. Mana shu ayolimga, kampirimga sizni o'zingiz xatm Qur'on qilib bering, avvalidan oxirigacha o'qib" dedilar. Men xo'p dedim. "Xo'p, mayli o'qib beraman. Lekin o'zingizni qo'lga oling" desam, kuldida, "Bolam, nima uchun aytyapman? Men yoshim falon yoshga yetdi. Bugun boraman, ertaga yo'q. Ayolimning orqasidan, kampirimning orqasidan men ham erta kech boradigan odamman. Men bunga yig'lamayapman, taqdir. Men ayolimning shunaqa bir matonati, muhabbati, sadoqatiga yig'layapman. Mana deydi, 30 yildan o'tdiki, oyog'imda bir bot kasalim bor" deydilar. Kechqurun o'sha oyog'imni uqalamasa, silamasa men uxlamayman 30 yildan beri deydi. Shuncha yildan beri kampirim biror marta boshqa joyda yotib qolgani yo'qki, oyoqlarini uqalamasam uxlamaydilar, silamasam uxlay olmaydilar degan fikrda biror marta bir joyga safarga chiqqani yo'q. Shuncha yil sadoqatni qarang. Mana deydi, bu shu kecha olamdan o'tgan kecha ayolimni qon bosimi ko'tarildi. Doktor chaqirdik, doktor olib ketaman desa ham unamadi. Muolaja qilib, ukol qilib yotkizib qo'yib ketdi. Uxlab qoldi ayolim deydi. Men o'tirib bir oz oyog'imni o'zim qo'limda silab o'tirdim. Uyg'onib ketdi-da, o'rmalab kelib oyog'imni uqalay boshladi. Mana oyijonisi, unda qilmagin, o'zing kasalsan, hozir ukol qildi, yot desam, qo'ying, shu necha yilga odatim tark qilmay, Allohning roziligi uchun men o'zimga o'zim qasd qilganmanki, shu sizni umrim oxirigacha xizmatingizni qilay qo'ying. Cholim, damingizni oling, men yaxshi his qilyapman o'zimni deb oyog'imni uqaladi, men doimgidek uxlab qolibman. Bir payt ko'zimni ochsam deydilar, kampir shunda oyog'imga boshlarini qo'yib uxlab qolibdilar. Men, oyisi bu yoqqa joyiga o'tib yotmabsan-da, shu yerda uxlab qolibsan-da, bundoq qilib boshiga tegsam, shu holatda boshini oyog'im